Do'stlar, bugun sizlar bilan men Turfoylar kanali. Bugun biz mana shu parkurdan o'tamiz orqamdagi. Xo'p, videoni boshlashimdan avval like va obuna tugmasini bosib qo'ying, chunki biz 50 ta bo'lishimiz kerak, 36 tamiz. Shunday like va obuna tugmalarini bosib qo'ysalar, biz xursand bo'lardik va ko'proq video chiqarardik. Va kommentariya ham yozinglar. Biz tezroq 50 ta bo'lsak, juda ham ko'plab Minecraft yoki Special Forces Group videolarini olamiz. Qanunda videoga qaytamiz. Hop, videoga o'tsak, bu yerdan o'tamiz. Hop, mana shunday. Opada yaxshi. Bu yerga chiqamiz. Yo'q, ey. Oy, sekin. Etet bo'lib. Yaxshi. Maloch. Sandiq nima berganimni o'ylasanglar, boshida water drop qilish kerak edi, keyin slime'ga o'tib qo'ya qoldim. Voy. Mayli, bo'lib turadi. Qaytadan urinamiz. Hop. Birinchi urinish. O'xshamadi, ikkinchi urinish. Yurishni o'rniga yurmay qolibman. Ashini ustiga tushaman deb slime'da. Yana aslahalarimiz bilan o'lib ketdik. Aslahasiz 2 marta o'lib ketgan bo'larmidik. Hop, chiqdik. Endi olingan narsani kiyib olib, ya'ni ishtonni kiyib olib, parkurdan o'tamiz. Hop, yaxshi, lavani ustidan yaxshi o'tdik. Yaxshi, tushib ketmadi. Endi bundan o'tamiz-da. Bu to'g'ri uncha qiyin emas, lekin juda sekin. To'g'risini aytsam, men uchun juda oson. Chunki buni videoni yoqishimdan avval o'tib ko'rgandim. Bitta urinishda o'xshamadi-yu. Kema o'xshadi, qolganlari. Kemada bittada o'tdim, qolganlari uncha o'xshamadi. Mana shunday. Qachon o'tib olamiz? Tagida lava borligi uchun negadir muzda sekin yuryaptimi yoki oddiymi? Yetib keldik. Tushamiz. Sindirib tashlash kerak. Sindi. Lavaga otib yuboramiz. Mana shunday qilib otib yuboramiz. Hop, yaxshi. Maloch. Yo'q. Nega sakramadi do'stlar? Voy, yugurmasdan sakrab qo'yibman. Bu ikkitaligi. Yaxshi, bunday qilib o'tamiz. Yana qaytadan o'tamiz. Qayiq. Mayli, piyoda o'tib qo'ya qolamiz. Sandiqda qayiqlar ko'p qo'yishim kerak edi. To'g'ri, bitta o'tdim, lekin respawn bu yerda edi. Hop, bunday. O'sha lava yaramas. Mana shunday. Yo'q. Negadir omadimiz kelmayapti-ku. Mana shu video taxminan 15 minutdan oshmasa kerak. Agar
15 mingdan oshsa biz qo'ya olmaymiz. Qandaydir raqam tasdiqlash bir bolalar chiqadi. O'shaning uchun 15 mingdan oshsa keyingi qismga olib qo'yaman. Bu videoni ham chiqaraman chunki shuncha o'tolmaganimizni ko'rsin. Like bossin, obuna bo'lishsin. Yetadi, nega yana o'tib ketdi? Kech bo'lyapti do'stlar, o'yda. Kechqurun ham o'tishga harakat qilamiz, albatta zombilardan uzoqroqda. To'g'ri, zombilar bu yerda paydo bo'lsa, men nima qilaman degan savol bor. Aytaymi? Prosta o'tib ketaveraman. Chunki ko'p yer deymiz-da. Yo'q, sal qoldi do'stlar. Ana shu lava bor joyga yomon ko'rib boshlayapman. 3-4 marta tushib ketdim, ha. Axir 3-4 marta tushib ketdim. Yaxshi, mana shu yerda zombi paydo bo'lib sakraganimda urib qolsam do'stlar. Chunki bu yer ham qorong'u-ku. O, soldatgiyam. Yana qaytadan urinamiz. Bu sefer aniq o'taman deb o'ylayman do'stlar. Shuncha mehnat uchun like va obuna bunday bosib qo'ysalar bo'ldi. Ikki marta qo'linglar qimlatasizlar. Bitta va ikkita. Xo'p, yoki 3 marta agar katta qilib ko'rayotgan bo'lsanglar, 1 like chiqadi, 2 bosasizlar. Keyin bitta obunani ham bosasizlar. 3 marta. Shu 3 marta qo'lni shunday qimirlatib qo'yish qiyinmi do'stlar? Bitta obuna va like tugmasini bosib qo'yinglar. Biz juda ko'p video chiqaramiz keyin. Bizni tomosha qilasizlar. Yo Minecraft yoqmasa boshqa o'yin aytishinglar mumkin. Minecraft yoqmasa to'g'ri. Minecraft hammaga yoqsa kerak. Voy, nega? Zombini bolasi itarib yubordi, bo'lmasam yaxshi kelayotgandek. O'tish imkoniyatimiz 100dan 100 edi. To'g'risini aytsam 50 edi. To'g'ri, o'tishimiz mumkin edi. Imkoniyatni shundaygina berib qo'ydik. Zombichani bolasi. O'zi kichkina lekin yomon tez yuguradi. Bo'ldi, yetadi. O'tdik do'stlar. Yo'q. Nega? Yugurmasdan sakrab qo'ydik. O'yda. Nega o'zimga ko'p ishonib yuboryapman? Bitta uxlavoramiz. Zombilardan qutulish uchun. Ana, yaxshi anchasidan qutuldimiz. Masalan, oddiy zombi, skelet deganlardan qutulamiz. Jodugar, creeper va zombini bolalaridan esa yo'q. Chunki ular quyoshda yonmaydi. Agar aslaha kiygan zombilarni ko'rsak, ulardan quyosh o'tmaydi. Chunki ular boshida oyoq kiyim kiysa ham boshidan kun o'tmaydi. Ularda nimagadir qandaydir sehr bormi? Yaxshi o'taylik. Yaxshi ko'rganmizmi yoki yo'q? Shuni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Qiyin deb o'ylayman men. Yo'q, yaxshi, maloch. Yo'q. Hop. Voy, shuna qutuldim. Ehtiyot bo'l, dragon, ehtiyot bo'l. Qayoqda o'tishdan ko'ra oyoqda o'tish sal tezroq. Sirpanishni hisobga olmaganda osongina. Agar sirpanib turib tushib ketib qolsak, yo'q.
Yur. Tuxumdan jo'ja ochib chiqmasa, like va obuna bosasizlar. Ana ochib chiqmadi, like va obuna bunday bosib qo'yib bo'ldi. Qiyin emas. 300 ta, 400 ta yoki yangi video qo'ysam 30 talar prosmotr oladi, lekin bitta ham like va bitta ham obuna tugmasi kelmaydi. Obunachi ham kelmaydi, like ham kelmaydi. Obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos, biz 50 ta bo'lishimiz kerak. Shuni tugma bosish qiyinmi? To'g'ri, tugma emas. Shu narsani shuni bosib qo'ysanglar bo'ldi, jonimiz to'lsin. Nega creeper? Jonimiz to'lsin desak, creeperlar ham ko'rolmaydi. Negadir bu videoda menimcha o't olmasa kerak, hali yarmiga endi kelgandik. Hamma narsa xalaqit beradi. Hozir ham tushib ketdik. Mana bitta creeper, bu yerda zombini bolasi. Voy. Endi ularni yo'q qilish davri keldi. Ularni o'ldirmayman, lekin ulardan qasos olmayman. Farqi yo'q do'stlar. Like va obuna bosib qo'ying. To'g'ri, o'tolmadim. Hali video tugagani yo'q do'stlar, lekin o'tolmayapman. Lekin shu o'tolmadi demak like va obunani bosmaymiz degani emas-ku, to'g'rimi? Shuni bosib qo'yinglar bo'ldi. Qiyin emas do'stlar. Ana like va obunachilar like va obunani bosgani uchun o'tyapmiz. O'tolyapmiz. Bosib qo'yinglar, o'tib ketamiz. Shunday o'tib ketamiz do'stlar. Mana ko'ryapsizlarmi? Yugurmasdan sakrab qo'ysak ham o'tib ketyapmiz. Shuning uchun voy. Nega slime yog'ib ketdi unda? Do'stlar, shunday yugurib boraylik-da. Slime'lar bormikin? Ana ikkalasini olyapti. Pishgan go'sht. Bu yerdan blok bilan o'tib ketamiz do'stlar. Nizam emas, to'g'ri, chunki slime'lar yo'q qoldi. Nega ovqatni loy qilyapsan deyishlar mumkin, menga baribir kerak emas. Ana yana bitta pishgan go'sht pishdi, qayerda desanglar. Mana lavada pishib ketyapti do'stlar. Mana shu yerdan mana nega do'stlar? Qarachi yugurib boramiz do'stlar. Mamalar bilan bo'lishib ketaylik. Bir-biri bilan urushyapti do'stlar. Ay. Bizga dori otdimi bu? Ikkiga davaymi? Menga cho'qdik ha. Menga yopishibsanmi? Menga yopishibsanmi? Nima? Ay. Hozir urma. Nima? To'g'ri kelishni bilmaysa hattoki. Bu damlamamiz bor. Nima? Jon ko'paytirib berdi. Qarachi, biz mana shu yerdan tushdik deymiz. Va bunday keldik. Qarasak,